Assalomu alaykum. Avvalambor o'zingizni tanishtiring. Men Andijondan, O'zbaskan tumanidan Odiljon Isroilov. Men Farg'onalik Tursun Al-Muhammad Hoji polvonni katta shogirdiman. Katta shogird degani katta o'g'il degani. Birinchi ishlanib ish boshlagan, birinchi yonida turadigan tayanchiga men bo'lgandim. O'tib ketdilar, Alloh u dunyoligini bersin. U dunyoligini bersin. Shunday ulug' ustoz edi. Allohga shukr keltiraman. Men shu odamga havas qilib yashadim. O'tgan umrimdan hech ham xafa emasman. 63 ga kirdim. Payg'ambar yoshiga, rosta payg'ambar yoshiga kirdim. Shu odamda havas qilib yashadim, shu odamni yo'lidan yashadim. Shu odamni yurish turishigacha, hatto nafas olishigacha men harakat qildim, o'xshatishga. Hozirgacha ham. Bundan buyog'i qanaqa qilib hayot kechiraman, bilmayman. Otamni yo'qotganimda ham bunchalar tashvishlanmagan edim. Lekin ustoz yo'qotgandan keyin ko'p narsadan judo bo'lar ekansan-da. Haligacha unuta olmaymiz. Bir kun u odamni eslamasdan yashay olmaymiz. Bizga kerak ekan oldi. Bunaqa insonlar 40 yilda bir marta keladi dedi. Yo'q. 100 yilda kelsa kerak deb o'ylayman. Bunaqa shogirdga mehribon, xalqqa mehribon, xalq uchun yonib kuyadigan, xalq uchun butun tashvishini unutadigan, ayniqsa milliy san'atlarimizni juda ham ro'yobga chiqarishga harakat qildi. Yo'qolib ketayotgan san'atlarni tiklashga harakat qildi. Tikladi ham. Tikladi ham. Juda ko'p san'atlarimiz yo'qolmagan, lekin yo'qolmasa ham yo'qoladigan darajaga kelib qolgan. Shuni hali quduqdan bir yina bilan quduq kavlaganda singari shularni topishga harakat qildi. Juda ko'p milliy san'atimizni tiklashga harakat qildi. Men o'ylaymanki, bu odam shu 74 yosh, 75 yoshga kirdilar. 75 yoshga to'lishiga ozgina qolganlarda shu umr davomida mana shu milliy san'atni tiklashga harakat qildi. Hozirgi ko'rib turganinglar mana shu odamning tashabbusi bilan tashkil bo'lgan, o'zi tashkillashtirilgan, o'tgan polvonlarni, dorvozlarni eslab mana shunday tadbirlar o'tkazgan. Boshlab bergan edi bizga. Ustozlarni eslab, ustozlarning nomi bilan turnirlar uyushtirdi. To'lanboy Qurbonovni, Lochin polvonni, Madamin dorvozni xotira turnirlarini o'tkazdi. Endi Xudo nasib mana 2 yildan beri ustozimni turnirlarini o'tkazyapmiz. Endi hammasi ham turnirlarda ko'p odamlar qatnashgan. Xursandmiz, lekin 20 ta juda oshib ketsa 25 ta nimalar bo'lar edi. Guruhlar bo'lar edi. Dorvozlar guruhlari kelib ishtirok etar edi. Endi hozir ko'rib turibsizlar-ku, ustozimning turniriga juda ham bir rekord darajada bo'lyaptiki, 50 tada 49 ta guruhga keldi. Yana biz vaqtimiz yetmaydi deb keyingi guruhlarni ro'yxatdan o'tkazmadik. Yana bir 10 ta guruh keldi, biz ham o'taylik deb keldi. 10 tadan ortiq guruh keldi, biz ham o'taylik, biz ham shunga keldik dedi. Endi kech qolibsan, tamam. Vaqt oliy hakam. Vaqt yetmaydi dedik. Shu bilan to'xtatildi. Ular tomosha qilishyapti, ishtirok etishyapti. Siz shogirdlar ekansiz, katta shogirdlarsiz. Qanday ular saboq berardi sizga? Qanday shogirdlarga qanday saboq berardi? Odamni biz juda ko'p ustoz shogirdlar haqida juda ko'p eshitganmiz. Lekin biror marta ham meni sen deb gapirmagan. 100 dan ortiq shogirdi bo'lsa, biror marta ham meni sen deb gapirmagan. Rasa jahli chiqqanlarida, rasa jahli chiqqanda bir biz noto'g'ri ish qilib qo'ygan joyimizda odamlarning singari urishmasdi, urmasdi, so'kmasdi. Eng qattiq gaplari ahmoq derdi. Nodon derdi. Bundan ortiq bizni so'kkanini bilmaymiz. U shunday yo'l bilan, juda ham shirin yo'l bilan shunday bir o'rgatardiki, siz bu odamni gapirgan gapiga quloq solsangiz, sizga qulog'ingizga quyib qo'ygandek. Ana shu ishni qaytarishga vijdoningiz ham chidamaydi. Shu odamda gapirgan gapiga ko'rsatgan narsasini to'liq bajarishga harakat qilganmiz. Lekin hech bir mendan boshqa shogirdlarini ham urishmagan. Juda ham chiroyli qilib, yosh bola bo'lsa yosh boladek qilib gapirib o'rgatgan, kattalarga kattalardek qilib o'rgatgan. Shogirdlar ichida
bitta men 100 dan ortiq shogird bo'lsa, meni hech ham sen demagan. Biror marta ham sen demagan. Chunki men doim yonlarida yurganligim uchun men bilan yursa karishchang bo'lmas edi. Meni bitta cho'ntagimda ro'molcha, hamma bittadan dastro'mol tutsa, men ikkita dastro'mol olib yurganman. Nimaga? Ustozimni hamma odam havas qiladi. Havas qiladi. Kalish kir bo'lsa, hamma kelib oyoq kiyimga, bosh kiyimga qaraydi deyman-da. Men odamlardan uyalmaganman. Uyalmaganman kalishlarni artib tozalab qo'yishga. Cho'ntagimdan ro'molchani olib, kalishlarni artib tozalab qo'yardim. Shuning uchun ham meni ham qattiq hurmat qilardi. Lekin har qanday narsani o'rgatishda o'zi birinchi ko'rsatib beradi. O'zi birinchi ko'rsatib beradi. Mana bunday qilasan, bunday yurasan, o'ng tomonga tashlaysan, chap tomonga tashlaysan, barmog'ing tez ishlash kerak, oyog'ing tez ishlash kerak. Sen tutishingda, davrada turishingda ham kaltayigan odamga o'xshab bunday qilib basharani tirishtirib chiqmagin. Sen iching o'tib, bir joying og'rib, azob berib turgan bo'lsa ham kulib turgin davrada deydi. Ular shogird tanlashda nimaga e'tibor berardilar? Shogird tanlashda u odam shunday odam ediki, shogird tanlashda juda ko'p narsasiga e'tibor bergan, lekin har qanday shogirdni tayyorlashda u odamga kelgan odamni u odam shogirdni olib kelsa, biz bilamiz-da endi yangi shogirdlar juda ko'plarni ko'rganmiz-da. Shuni o'zini xarakteriga tortib, uni yo'lga yurgizmas edi. Avval o'shini shogirdni yo'liga yuradi. Shogirdni yo'liga yuradi. Keyin shogirdni yo'liga yurgandan keyin to'liq uni yo'liga tushunib bo'lgandan keyin mashinday qayirib qo'yadi. O'zi kelgan shogird ham o'zi bunday qilib orqasiga o'tib qo'yganini bilmay qoladi, shu ustozning orqasidan yurishim kerak ekan deb. Lekin kelgan shogirdni u birinchi gaplashadi, hamma uni nima qiladi, yurishini, turishini uni yo'liga yuradi. Uni yo'liga yuradi. Qani bu nima der ekan, nima qilar ekan, o'zini yuragida nima bor ekan deb buni to'liq yuragini eshitib oladi. Xarakterini bilib oladi. Keyin sekin aylantirib o'zini yo'lga solib qo'yadi. Ali kelgan shogird ham qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar biz bilan baravar arabada ketadi. Kim? Ha. Gulchehra xonim haqida ham gapira olasizmi? Xotiralar bormi? Endi Gulchehra opam onam-da. Bizning hayotimiz safarda o'tdi. Hayotimiz safarda o'tdi. Safar juda ham qiyin masala. Juda ham qiyin masala. Men u kishini ona deyishimdan sabablar bizni kirlarimiz yuvgan. Bizni kirlarimiz yuvgan. Kerak bo'lsa, biz orqamizdan och qoldinglar deb ovqatlarimizni tayyorlab bergan. Ona-da bizni sahnaga tayyorlagan. Ko'chada yurishimizga tayyorlagan, turishimizga tayyorlagan. Bu ona. Gulchehra opam opa deyishga ham nima? Endi avvallari Gulchehra opa, Gul opa deb erkalatib, ustozim Gul ham derdi. Gula, qaydasiz derdi. Biz ham mashinaga Gul opa deb o'rganganmiz, lekin keyin bilsak, bu bizning onamiz ekan. Isig'imizdan, sog'imizdan, yurishimizdan, turishimizdan, hatto kerak bo'lsa o'zimizni ayolimiz katta bo'lgan chog'larimizda ham juda ham kir bo'lib ketmasin ustlaringiz derdi-da. Ustlaringiz kir bo'lib ketsa ochilmay qoladi deydi. Bugun kiydingizmi, tashlang, bugun yuvib beraman deydi. Qish, sovuq, izg'irin kunlarda. Hatto shu qalin ust-boshlar kir bo'lib qolibdi. Ko'chaga chiqsangiz, kimman yuribsan degan ma'noda bizni kir yurishimizga ham qo'ymas edi. Sahnaga bir ust-boshlarimiz g'ijim holatda chiqishga ham qo'ymas edi. Gulchehra opa. Endi buni ona demay kim deysiz? Ular sahnada qanaqa inson? Mana fokuslar ko'rsatar ekan-a? Har kimniki o'ziga oy ko'rinadi ko'ziga deydi, to'g'rimi? Lekin u kishimga ta'rif yo'q. U kishini men o'zim mana ko'zim bilan ko'rganlarim aytib beraman. Endi sahnada chiqqanda tish og'riyapti-da, azobda-da, mana shu gapirsang yoqmaydi. Tish og'riyapti. Meni bari doktorga olib boringlar deyapti. Lekin sahnaga chiqish kerak.
Shunaqaki bir kulib o'ynaydi, shunday kulib o'ynaydi. U azobda ya. İçi azobda. Lekin nimasi bashara yuzlari kulib turibdi sahnaga chiqib. Haligi bunday qara turib o'zing ishonmay qo'yasan-da. Haqiqatan boya dod solayotgan ayol shumidi? Voy dod deyotgan ayol shumidi deb o'ylaysan-da. Sahnaga juda ham chiroyli, sahnani bilar edi. Sahnani og'irini, yengilini, odamlarni sahna madaniyatini, hatto bizlarga ham aytib turadi, sahna madaniyatida. Sahnadan chiqayotganda har qanday holatda hech qachon orqang bilan chiqib ketma. Xalq bilan bunday xayrlashib turib, orqang bilan chiqib ketma. Kerak bo'lsa 1 kilometr xalqqa ta'zim bilan chiqib bor. Xalqqa ta'zim bilan chiqib ket. O'zi ham tushundaydi. O'zi ham tushundaydi. Har qanday holatda. Biz bilamiz, Gulapa o'ng tomonga yuring, chap tomonga yuring deb turardik, hatto unga yo'l ko'rsatib. Chunki endi yo'lda teskari kelayotsa odam bir nimaga urilishi mumkin. Lekin sahnada bilmayman, men ko'zimizga shunday ko'rinadimi? Boshqalarga o'xshata olmayman. Boshqalarga o'xshata olmayman. Mana o'zingizni ilk shogird bo'lgan kuningizni eslay olasizmi Tursunoy aka hojiga? Hoji akaga. Men Necha yil bo'ldi shunga? 16 yosh bo'lsam, 16 yoshimda men o'zim qiziqqanman. O'zim qiziqib, endi meni hayotim juda og'ir bo'lgan. Meni yoshligimda dadam o'lib qo'ygan, otasi qolganman. 9 ta farzandmiz. Mendan katta 4 ta opam bor. Yana 4 ta 3 ta singlim, bitta ukam bor. Oilani tervatish kerak. Maktab yoshidan men ishlashni harakatini qildim. Pul topishni harakatini qildim. Shunda Novvoyxonaga ishga kirdim. Novvoyxonada tosh olib ko'tarishni boshladim. Novvoyxonada sportga qiziqib, o'zim tosh ko'tarishni boshladim. Qishlog'imizdan yangi gruppa chiqqan edi. Ular dorvoz edi. Keyin ular meni ko'rishdidan, "Yuring" dedi. "Siz bilan ishlang biz bilan" dedi. Shunda ish haqini sizga mana shuncha oylik beramiz, mana shunday qilib pul beramiz sizga. "Yuring biz bilan" dedi. Men sahnani tushunmayman, sahnaga chiqmaganman. Endi birinchi ana shu olib borganda qishlog'imizdagi guruh bilan birga, dorvozlar guruhi bilan birga chiqqanman. Keyin qarasam, menga u yerda ta'lim beradigan ustoz yo'q. Chunki odam tosh ko'tarmagan. Polvonni nima ekanligini bilmaydi. Ular menga nimani o'rgatishni bilmaydi. Boyagi insonlar. Nimani o'rgatishni bilmaydi. Lekin harakat qilaver, mashq qilaver, chiqadi dedi, o'zim ham to'xtatmasdan mashq qilardim. Keyin bular borgandan keyin men katta yoshimda borganman. Qanday qabul qilgan sizni? Men juda astalik bilan borganman. Men o'g'ri edim. O'g'ri bo'lganda ham juda ham chaqqon, ayyor o'g'ri edim. Nima o'g'irlardingiz? Men shunday o'g'ri edimki, bu odam qayda o'ynasa, men bilaman bu odamni, xarakterini ham bilaman. Men to'g'ri kelmasligimni ham bilaman. O'zimni meni shogirdga oladimikin, yo'qmikin deb fikrda, o'yda yurardim. Bu odamni qayerda o'ynasa borib, magnitofallarga yozib kelardim. Bu odam qayerda o'ynasa, yurishini o'xshatishga harakat qilardim. Turishini harakat qilardim. Qiylanganingda qanday tosh ko'tarish kerak? Shunga xalqqa chiroyli qilib ko'rsatish kerak. Mana shu odamning xarakterini shunday o'g'irlardim. Men uyimga bitta emas 8 ta aynak qo'yib olardim. Shpanellarni aynagadan qator qilib terib olib, yurishim o'xshayaptimi, yo'qmi deb shungacha harakat qilardim. Hatto sahnada o'tirishini ham harakat qilardim. Keyin mana shunga o'xshagan tadbirlarda men ashi guruh bilan yurganman. U guruh bilan yuraverganman. Birinchi ustozim bilan. Lekin men bu odamni shaydosi edim. Shu odamga o'xshashga harakat qilardim. Oxirgi kunlarda respublikada kelib o'ynadim. Toshkentda o'ynadik, poytaxtda o'ynadik. O'sha paytda bular
chet el safarga boradigan bo'lishdi. Oilaviy ketadigan bo'ldi. Bu odam ham menga qiziqqan. Men har bitta aytgan so'zini shunday o'g'riydim-da. Har bitta aytgan so'zini bugun gapirgan bo'lsa, ertaga sahnada men ham shunday qilib gapiraverardim. Ketishayotganda biz kimni tashlab ketsak ekan, bu ish to'xtamaslik kerak deganda, men Toshkentda o'ynayotgan bo'lganman. Oldakam chaqiraylik degan, chaqirgan. Usta, bir siz meni ko'ring dedim, ketishdan oldin. Nimaga dedi. Endi tomoshabni ham ko'ring dedim, san bo'pti. Shunday ko'z bilan qaradiki, u odamning nafas olishigacha avjiga qachon chiqadi? Bu gapirishda ham avji, daromati, o'ziga yarasha bir ramkasi bor-da. Hatto shulargacha, hatto nafas olishigacha o'rganganligim uchun bo'ldi, Ravshan, ketaverdik. Oldakeng o'tkazib bu yoqni dedi. Ashi baravalik biz bilan qolaverasizmi dedi. Ular chet eldan balga nimaga borishdi? Antaliyaga borishdi. Antaliya, Turkiya. Antaliyaga borishdi. Antaliyada O'zbekiston kunlari bo'ldi, o'sha yerga ketishdi, 12 kunda kelishdi. O'shandan keyin ketmang endi siz dedi. O'sha barvalik qoldim. O'zi bilan ishladim. Men uchun ustozim bemalol yotib tursin bizga deb, men uchun alohida uylar tayyorlab berdi. Ichkariga kirsam, dush, tualet hamma yoq ichkarida. Tashqariga chiqmayman. Chiqmayman. Qachon borsam, shu meni uyim. Odlakening uyi deyishadi hozir ham. Odlakening uyiga dedi. Men uchun tayyorlab berishgan. Chunki men biror marta yuziga qaramadim. Gapini biror marta qayirmadim. Gapiryapsa hech qachon gapini men bo'lmadim. Tamam. Katta rahmat.